Bugun men siz bilan juda muhim masalani gaplashaman. 1222 qonun loyihasi, 75 yoshgacha safarbarlik masalasi va unga nisbatan petitsiya. Bu mavzu faqat harbiy xizmatga aloqador odamlarni emas, oilasi bor, ishi bor, sog'lig'i, farzandlari, kreditlari, ota-onasi va kelajagi haqida o'ylayotgan har bir fuqaroni bevosita qiziqtiradi. Agar siz bu menga tegishli emas deb o'ylayotgan bo'lsangiz, aynan shuning uchun oxirigacha eshiting. Chunki qonun matnidagi bitta raqam, bitta yosh chegarasi, bitta band oddiy odamning butun hayot rejalarini o'zgartirib yuborishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bu yerda hissiyot bilan emas, huquqiy va amaliy tomondan tushuntirib beraman. Avval vaziyat qanday edi? Odatda safarbarlik va harbiy hisob masalalarida yosh chegaralari, harbiy tajriba, mutaxassislik, sog'liq holati, oilaviy sharoit va davlat ehtiyoji alohida ko'rib chiqilar edi. Ya'ni odamning pasportdagi yoshi birinchi va yagona mezon emas edi. Kimdir avval armiyada xizmat qilgan, kimdir harbiy kafedrani tugatgan, kimdir umuman xizmat qilmagan. Kimdir sog'lig'i bo'yicha yaroqsiz, kimdir esa 3 nafar voyaga yetmagan farzandning yagona ta'minotchisi. Bularning hammasi alohida tahlil qilinishi kerak bo'lgan holatlar. Endi muhokama qilinayotgan o'zgarishlarning eng xavotirli tomoni shundaki, safarbarlik yoshining 75 yoshgacha kengayishi haqida gap ketmoqda. Men bu yerda ataylab xavotirli so'zni ishlatyapman. Chunki 75 yosh oddiy raqam emas. Bu yoshdagi odamlarning katta qismi allaqachon oilaning asosiy tayanchi, korxonada tajribali mutaxassis, ota-onasiga qaraydigan, farzandlarini o'qitayotgan ota, ba'zan esa nabiralariga yordam berayotgan inson bo'ladi. Demak, masala faqat kim chaqiriladi degan savol emas. Masala kimning oilasi daromadsiz qoladi, kimning ishi to'xtaydi, kimning davolanishi uziladi, kimning bolalari moddiy bosim ostida qoladi degan savollarigacha boradi. Men ekspert sifatida eng avvalo shuni aytaman. Har qanday safarbarlik masalasida davlat xavfsizligi bilan fuqaroning huquqlari o'rtasida aniq muvozanat bo'lishi shart. Qonun loyihasi qanchalik muhim bo'lmasin, u odamlarning real hayotini hisobga olishi kerak. Agar hujjatda yosh chegarasi kengaytirilsa, lekin istisnolar, tibbiy komissiya tartibi, oilaviy sharoit, kasbiy zarurat, iqtisodiy oqibatlar aniq yozilmasa, keyinchalik joylarda noto'g'ri talqin, shoshma-shosharlik va adolatsizlik xavfi paydo bo'ladi. Endi kimlar bu masalaga jiddiy e'tibor berish kerak? Birinchi navbatda 25 yoshdan 75 yoshgacha bo'lgan erkaklar. Lekin faqat ular emas. Ularning turmush o'rtoqlari, ota-onalari, farzandlari, ish beruvchilari ham bu jarayonni tushunishi kerak. Chunki chaqiruv qog'ozi bitta odam nomiga keladi, lekin uning oqibatini butun oila ko'taradi. Masalan, 52 yoshli ustani olaylik. U kichik shaharchada avtomobil ta'mirlash ustaxonasida ishlaydi. Oilada 2 nafar talaba farzandi bor. Bittasi kontraktda o'qiydi. Uy krediti oyiga 3 million so'mga yaqin. Agar bu odam safarbarlik doirasiga tushsa, uning o'rni darhol boshqa odam bo'lsa olmaydi. Chunki u 25 yillik tajribaga ega. Oilaning daromadi keskin kamayadi, kredit kechikadi, talabaning o'qishi xavf ostida qoladi. Demak, qonun loyihasida bunday fuqarolarning iqtisodiy majburiyatlari, qaramog'idagi shaxslar va kasbiy zarurati inobatga olinishi kerak. Yana bir misol. 48 yoshli erkakda yurak-qon tomir kasalligi bor. Lekin tashqaridan qaraganda u sog'lom ko'rinadi. Ko'p odamlar yuribdi-ku, ishlayapti-ku deb o'ylaydi. Ammo tibbiy jihatdan og'ir jismoniy yuklama, stress, uyqusizlik, sovuq yoki doimiy harakat uning sog'lig'ini keskin yomonlashtirishi mumkin. Shuning uchun tibbiy komissiya faqat yuzaki ko'rib bo'lmasligi kerak. Fuqaroda yurak tekshiruvi, qon bosimi tarixi, operatsiya hujjatlari, surunkali kasalliklar bo'yicha ma'lumotnomalar bo'lsa, bular albatta hujjatga kiritilishi zarur. 3-misol, gartim yoshli yakka tartibdagi tadbirkor bor. U 5 nafar odamni ish bilan ta'minlaydi. Agar u bir necha oyga jarayondan chiqsa, do'kon yopiladi. 5 ishchi ish haqisiz qoladi. Soliq tushumi kamayadi, yetkazib beruvchilar bilan shartnomalar buziladi. Bu yerda gap bitta tadbirkor haqida emas, undan bog'liq bo'lgan butun kichik iqtisodiy zanjir haqida ketmoqda. Qonun shunday holatlarni ko'rmasa, natijada safarbarlikning ijtimoiy va iqtisodiy narxi juda katta bo'lishi mumkin. Kimlar kamroq xavotir qilishi mumkin. Agar insonning yoshi belgilangan doiradan tashqarida bo'lsa, sog'lig'i bo'yicha aniq yaroqsizlik hujjatlari bo'lsa, qonunda ko'rsatilgan kechiktirish asoslari mavjud bo'lsa, masalan, nogironligi bo'lgan, yaqin qarindoshining yagona parvarishchisi bo'lsa, voyaga yetmagan ko'p farzandlari bo'lsa yoki muhim davlat
tibbiyot, infratuzilma sohasida almashtirib bo'lmaydigan lavozimda ishlasa, u holda alohida tartib qo'llanishi mumkin. Lekin menimcha menga tegmaydi degan taxmin hujjat o'rnini bosmaydi. Huquqiy himoya har doim qog'oz, ma'lumotnoma, ariza, ro'yxat va rasmiy javob bilan mustahkamlanadi. Eng muhim nuqta. Odamlar qonun loyihasi bilan amaldagi qonunni adashtirmasligi kerak. Loyiha degani hali yakuniy kuchga kirgan norma degani emas. Lekin loyiha muhokama qilinayotgan paytda fuqarolarning fikri, petitsiyalar, jamoatchilik murojaatlari, deputatlarga yozilgan savollar katta ahamiyatga ega. Qonun qabul qilingandan keyin norozilik bildirish mumkin. Lekin eng samarali bosqich aynan muhokama vaqtidir. Shuning uchun petitsiya masalasi shunchaki internetdagi imzo emas. Bu fuqarolik pozitsiyasini rasmiy shaklda bildirish vositasi. Endi ko'pchilik ko'rmaydigan, lekin amalda juda muhim bo'lgan nozik joylarni tushuntiraman. Birinchisi, yosh chegarasi kengaysa ham avtomatik ravishda bir kunda olib ketiladi degani emas. Safarbarlik tartibi odatda bosqichma-bosqich ehtiyoj, mutaxassislik, sog'liq, harbiy hisob va boshqa mezonlar asosida yuritiladi. Lekin aynan shu mezonlar qonunda juda aniq yozilishi kerak. Agar aniq yozilmasa, joylardagi ijrochilar turlicha talqin qiladi. Ikkinchi nozik jihat, harbiy hisobdagi ma'lumotlar eskirgan bo'lishi mumkin. Masalan, odam 25 yil oldin sog'lom edi, hozir esa bel churrasi bor. Yoki oldin u payvandchi edi, hozir butunlay boshqa sohada ishlaydi. Yoki yashash manzili o'zgargan, oilaviy holati o'zgargan, farzandlari tug'ilgan. Agar fuqaro o'z ma'lumotlarini yangilamagan bo'lsa, tizimda eski ma'lumot turishi mumkin. Keyin esa odam nega meni noto'g'ri ro'yxatga kiritishdi deb hayron qoladi. Sababi oddiy hujjatlar yangilanmagan. Uchinchi jihat. Sog'liq masalasida og'zaki gap yetarli emas. Menda bosim bor, belim og'riydi, operatsiya bo'lganman deyishning o'zi kamlik qiladi. Sizda poliklinika kartasi, shifokor xulosasi, analiz natijalari, rentgen, MRT, EKG, epikriz, dori-darmon tarixi bo'lishi kerak. Ayniqsa 45-55 yosh oralig'ida ko'p kasalliklar tashqaridan bilinmaydi. Qon bosimi, diabet, yurak ritmi, jigar, buyrak, umurtqa, ko'z eshitish, ruhiy zo'riqish bilan bog'liq holatlar hujjatlashtirilmasa, komissiyada ularni isbotlash qiyin bo'ladi. 4-jihat, oilaviy sharoitni ham oldindan rasmiylashtirish kerak. Agar siz yagona boquvchi bo'lsangiz, buni tasdiqlovchi hujjat kerak. Agar ota-onangiz nogiron yoki doimiy parvarishga muhtoj bo'lsa, tibbiy xulosa, nogironlik hujjati, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, parvarish haqidagi dalillar kerak. Agar farzandlaringiz voyaga yetmagan bo'lsa, tug'ilganlik guvohnomalari tayyor bo'lishi kerak. Agar aliment, kredit, ijara yoki boshqa doimiy majburiyatlaringiz bo'lsa, ularning shartnomalari va to'lov jadvali ham alohida papkada turgani yaxshi. 5-jihat, ish joyi. Ko'p odamlar ish beruvchi ham bu jarayonda muhim rol o'ynashini unutadi. Korxona yoki tashkilot xodimining lavozimi, malakasi, ishlab chiqarish jarayonidagi o'rni, uning yo'qligi qanday oqibatga olib kelishi haqida rasmiy ma'lumotnoma berishi mumkin. Masalan, shifokor, energetik, suv ta'minoti mutaxassisi, temir yo'lchi, aloqa muhandisi, maktab direktori, laboratoriya mutaxassisi, ishlab chiqarish ustasi kabi lavozimlarda odamning o'rnini bir kunda topish qiyin. Bunday ma'lumotlar qonunda kechiktirish yoki alohida ko'rib chiqish asoslari bo'lsa, juda muhim dalilga aylanadi. 6-jihat. Petitsiyaga imzo qo'yishda ham ehtiyotkor bo'lish kerak. Men har doim shuni aytaman. Avval matnni o'qing, nimaga imzo qo'yayotganingizni tushuning. Petitsiya aniq talab qo'yish kerak. Masalan, 25 yoshgacha kengaytirishni qayta ko'rib chiqish, yosh chegarasini asoslash, tibbiy va oilaviy istisnolarni kengaytirish, iqtisodiy ta'sir bo'yicha ochiq tahlil e'lon qilish, fuqarolar uchun aniq apellyatsiya tartibini belgilash. Agar petitsiya faqat hissiyotga qurilgan bo'lsa, uning ta'siri past bo'ladi. Kuchli petitsiya huquqiy, aniq va tekshiriladigan talablar bilan yoziladi. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, rasmiy manbani toping. Qonun loyihasi raqami, to'liq nomi, qaysi organ tomonidan kiritilgani, qaysi bosqichda turgani, muhokama muddati va matnini tekshiring. Ijtimoiy tarmoqdagi skrinshotga tayanmang. Rasmiy parlament sayti, qonun loyihalari portali, hukumat yoki tegishli idoralarning e'lonlari asosiy manba bo'lishi kerak. Ikkinchi qadam, petitsiya matnini o'qing va ongli imzo qo'ying. Agar siz petitsiyani qo'llab-quvvatlasangiz, imzo qo'yishda ism, familiya, elektron pochta, telefon yoki boshqa ma'lumotlar so'ralishi mumkin. Faqat ishonchli platformadan foydalaning. Shaxsiy ma'lumotlaringiz qayerga ketayotganini tushuning.
Agar platforma shubhali ko'rinsa, avval tashkilotchilar kimligini, aloqa ma'lumotlarini va petitsiyaning qayerga yuborilishini tekshiring. 3-qadam, o'z hujjatlaringizni tartibga keltiring. Men buni hamma uchun tavsiya qilaman, hatto ertaga hech narsa bo'lmasa ham. Pasport yoki ID karta nusxasi, harbiy guvohnoma yoki harbiy hisob hujjati, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, ish joyidan ma'lumotnoma, sog'liq bo'yicha asosiy tibbiy hujjatlar. Kredit yoki boshqa majburiyatlar bo'yicha shartnomalar alohida papkada tursin. Raqamli nusxasini ham tayyorlab qo'ying. Telefoningizda emas, xavfsiz joyda saqlang. Sog'liq holatingizni rasmiy tekshirtiring. Agar gertam yoshdan oshgan bo'lsangiz, ayniqsa yurak qon bosimi, diabet, umurtqa, ko'z eshitish yoki jarrohlik amaliyoti bilan bog'liq muammolaringiz bo'lsa, poliklinikaga boring. Keyin ko'ramiz demang. Shifokor ko'rigi, analiz, xulosa va tavsiyalar rasmiy yozuvga tushsin. Komissiya oldida kecha aytilgan gapdan ko'ra bir necha oylik yoki yillik tibbiy tarix kuchliroq dalildir. 5-qadam. Ish beruvchi bilan gaplashing. Agar siz muhim lavozimda ishlasangiz, rahbariyatdan lavozimingiz, vazifalaringiz, sizning yo'qligingiz korxonaga qanday ta'sir qilishi haqida ma'lumotnoma tayyorlab qo'yishni so'rang. Bu hujjatni bugun olish shart emas, lekin qanday tartibda olinishi, kim imzolashi va muhr qo'yilishi oldindan ma'lum bo'lsin. 6-qadam, deputatlarga va mas'ul organlarga madaniyatli, aniq murojaat yozing. Murojaatda haqorat, tahdid, asossiz gaplar bo'lmasin. Masalan, shunday yozish mumkin. Men 2022 qonun loyihasida safarbarlik yoshining 5 yoshgacha kengaytirilishi bo'yicha qo'shimcha asoslantirish berilishini, tibbiy, oilaviy va iqtisodiy istisnolar aniq ko'rsatilishini, fuqarolar uchun shaffof apellyatsiya tartibi belgilanishini so'rayman. Mana shunday til rasmiy muhokamada jiddiy qabul qilinadi. 7-qadam, oilangiz bilan reja qiling. Bu vahima uchun emas, mas'uliyat uchun kerak. Hujjatlar qayerda turadi? Bank to'lovlari kim orqali amalga oshiriladi? Bolalarning o'qish hujjatlari qayerda? Ota-onaga kim qaraydi? Ish joyida qaysi odamga murojaat qilinadi? Advokat yoki huquqshunos kerak bo'lsa, kim bilan bog'laniladi? Oddiy reja ko'p stressni kamaytiradi. 8-qadam, yolg'on xabarlarga uchmang. Bu mavzuda odamlar qo'rqadi. Qo'rquv bor joyda mish-mish tez tarqaladi. Hamma ro'yxatga olinmoqda. Ertadan hammani olib ketishadi. Falon hujjatni yirtib tashlasang bo'ladi. Chaqiruvga bormasang hech narsa bo'lmaydi degan gaplar xavfli. Har bir harakat qonun doirasida bo'lishi kerak. Chaqiruv, komissiya, e'tiroz, shikoyat, kechiktirish, tibbiy qayta ko'rik, hammasining o'z tartibi bor. Qonunni bilmaslik odamni javobgarlikdan ozod qilmaydi, lekin qonunni bilish odamni ko'p xatodan saqlaydi. 9-qadam. Agar sizga rasmiy chaqiruv yoki xabarnoma kelsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Sanasini, kim berganini, qanday asos ko'rsatilganini, qayerga borish kerakligini tekshiring. Borganingizda hujjatlaringiz nusxasini olib boring. Topshirgan hujjatlaringiz ro'yxatini yozib qo'ying. Iloji bo'lsa, qabul qilinganligi haqida belgi yoki raqamni oling. Og'zaki gapdan keyin yozma iz qolishi juda muhim. 10-qadam, huquqshunos bilan maslahatlashishdan uyalmang. Ayniqsa sizda murakkab oilaviy holat, sog'liq bo'yicha bahsli vaziyat, ish joyi bilan bog'liq muhim majburiyat yoki oldingi harbiy hisobda xatolik bo'lsa, mustaqil maslahat kerak bo'lishi mumkin. Bitta to'g'ri yozilgan ariza, bitta to'liq hujjatlar to'plami, bitta vaqtida berilgan shikoyat ko'p muammoning oldini oladi. Men yana alohida ta'kidlayman. Petitsiya bu shunchaki norozilik emas. Petitsiya fuqarolarning muayyan qonun loyihasiga munosabatini ko'rsatadigan rasmiy ijtimoiy signal. Agar minglab odamlar aniq, madaniyatli va huquqiy asoslangan talab bilan chiqsa, qonun muhokamasida bu e'tiborsiz qolmasligi kerak. Ayniqsa gap 5 yoshgacha bo'lgan keng qatlam haqida ketayotgan bo'lsa, qonun chiqaruvchi organlar fuqarolarning xavotirlarini eshitishi, tushuntirish berishi va kerak bo'lsa matnni qayta ishlashi lozim. Bu yerda men sizni ko'r-ko'rona ish qilishga chaqirmayman. Men sizni ongli fuqaro bo'lishga chaqiryapman. Petitsiyani o'qing, mazmunini tushuning, talablar sizga to'g'ri ko'rinsa imzo qo'ying. Yaqinlaringizga ham tushuntiring. Faqat imzo qo'y demang. Nima uchun qo'yish kerakligini tushuntiring. Masalan, otangiz 74 yoshda bo'lsa, akangiz 47 yoshda bo'lsa, turmush o'rtog'ingiz 42 yoshda bo'lsa, o'g'lingiz 25 yoshda bo'lsa. Bu qonun loyihasining har bir bandi sizning oilangizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Menimcha eng to'g'ri talablar quyidagilar bo'lishi kerak. 25 yosh chegarasi nima asosida tanlangani ochiq tushuntirilsin.
Sog'liq bo'yicha mezonlar mustaqil va shaffof bo'lsin. Ko'p farzandli, yagona boquvchi, nogiron yaqiniga qaraydigan fuqarolar bo'yicha aniq istisnolar yozilsin. Muhim sohalarda ishlaydigan mutaxassislar bo'yicha tartib belgilanilsin. Fuqaro qaror bilan rozi bo'lmasa, tez va real apellyatsiya mexanizmi bo'lsin. Barcha chaqiruv va tekshiruvlar yozma tartibda hujjat asosida olib borilsin. Mana shunday talablar jamiyatni ham, davlatni ham tartibli yo'lga qo'yadi. Bugungi mavzuning mohiyati shuki, 2022-20 qonun loyihasi va 25 yoshgacha safarbarlik masalasi oddiy texnik o'zgarish emas. Bu oilalar, ish joylari, sog'liq, daromad, kreditlar. Farzandlar va fuqarolarning huquqiy kafolatlariga ta'sir qiladigan juda jiddiy masala. Shuning uchun befarq bo'lmang. Rasmiy matnni tekshiring, petitsiyani o'qing, qo'llab-quvvatlasangiz imzo qo'ying. Hujjatlaringizni tartibga keltiring va yaqinlaringizga ham tushuntiring. Izohlarda yozing, sizningcha 25 yoshgacha safarbarlik chegarasi adolatlimi yoki bu band qayta ko'rib chiqilishi kerakmi? Fikringizni madaniyatli va aniq yozing. Chunki jamoatchilik fikri aynan shunday shakllanadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni yaqinlaringizga yuboring. Bu ma'lumotni bugun bilish ertaga juda katta muammoning oldini olishi mumkin.